Assalomu alaykum kanal kuzatuvchilari. Kanalimga xush kelibsizlar. Xayrli kun hammaga. Xayrli kech. Obeddan keyin piyoz qovuryapman. Bolgarskiy pomidor, baqlajon qovuraman. Pomidor kam, baqlajon bolgarskiy ko'proq bo'ladi. Piyoz qizarib ketdi, endi qalampir, bolgarskiylarni qovuraman. Qalampirlarni banda bilan solaveraman, chunki urug'i chiqib ketadi-da, o'shaning uchun. To'g'rasam rosa achib ketadi. Ular sekin qaynab turadi-da. Keyin baqlajonni suvga solib yuvib oldim. Endi baqlajon to'g'rab olaman endi. Uzun shaklda kesib olaman. Endi qolganda ikra, endi xuddi salatga o'xshab qovuriladi. Ikra o'zi mayda bo'ladi-yu. Shunga hozir oxirida chesnoylarni solib, oxirida emas, baqlajon bilan birga chesnoylarni solib qovurib olaman. Biz anaqa ukrop, kashnich, petrushka solish uncha yoqtirmaymiz. Faqat anaqaga sokka solamiz. Sokka katta qilib solingani yoqadi bizga. Bitta obunachim ukropni maydalab solmabsiz deb yozibdi. Yo'q, biz katta qilib solib sokka ichida o'shanaqa ukroplarni yeyishni rosa ham yaxshi ko'ramiz. O'zi sokka, ukrop, keyin ukrop shoxlari maydalab solinmaydi. Katta qilib solinadi. Mehmon kelib qolganda ham o'sha ukroplar xunuk bo'lib ko'rinib turmaydi. Ukropidan boshqa joydan olib solinsa chiroyli turadi kosalarda. Keyin maydalangan ukrop, maydalangan kashnich shunaqa ikralarga, xom salatlarga yarashadi maydalab solinsa. U katta maydalab solingan ukrop ko'rmaganman hech ham. Unda ham muncha solinsa, shuncha solinsa bo'ladi. Maydalab solinishi shart emas deb o'ylayman. Sokka. Baqlajonlarni sovuramiz. Yaxshilab aralashtirib chesnoy sovuraman hozir. Keyin salatni tuz solaman. Koreyskiy tuz. Oddiy o'zimiz tuzimizdan solaman. Zelin solmayman. Aytdim-ku, bizga yoqmaydi zelin. Bizga faqat sokka solingani yoqadi. Bu boshqasi yoqmaydi. O'shani solib
O'sha taxtaga qo'yib turing. Bo'ldimi? Olib bering. Baqa olib bering. Chesnogi ham sovoraman. Yaxshilab aralashtiramiz. Kattalar qolib ketdi ichida. Aralashtirib olamiz endi. Yoshligimizda shunaqa baqlajon, qizil bolgarskiy paytda, kuz paytda shunaqa qovurib yerdik, rosa ham shirin chiqardi. O'shani olib yopib qo'ymoqchiman. Oldingi yil bir harakat qilay dedim, yana pomidor ko'p qo'shib oldim, o'xshamay qoldi. Bu yil pomidor kam soldim. Yaxshilab aralashtirsak. Hozir yana agrooddan qizil qalampir olib chiqib sovoraman. Qizil qalampir yaxshi chiqadi. Yana ozgina chesnok. Shu bilan bo'lib qoladi. Olovni tezlashtirdim. Endi tezlashtirib yana sekinlashtiraman. Nima qilaveradi keyin? Qaynaveradi sekin astalikda. Hozir tuz sovoraman yana ozgina. Koreyskiy tuz sovoraman. Bitta anaqa opammi, singlim opammikin? Opam o, dugonam bo'lsa kerak. Dugona deb yozibdi aytgancha agar adashib boshqani anaqasini kommentariyasini boshini o'qiyotgan bo'lsam, anaqa qasqoningizni tagi yo'qmi deb yozibdi. Qasqonim tagi bor. Men gazimiz bizaniki quymadan quyib olib keladi. Bizada oqma gaz yo'q. O'shaning uchun qozonga qo'yaman listlarni. Bir pasda pishadi. Mantimidi, xonimmidi, pigodini lekin qasqonga qo'yaman. Ustiga nima qopqoq ustiga anaqa material yopib qo'yaman, parlar chiqib ketmasligi uchun. Manti xonimlarni shunday shu qozonga qo'yaman, bir 25 minutda pishadi. 30 minutga ham bormaydi. Yarim soatga ham bormaydi. 25 minutda pishadi. Qasqonim, ikki xil qasqonim bor. Bittasi nerjavika, bittasi 3 xil ekan qasqonim. 3 xili bor. Hali ko'rsataman sizlarga.